Do'stlar, har doimgidek gapni aytib charchamaymiz, chunki Pepsi bu sovg'a emas, bu taassurot ulashadigan jamoa va mana shunday ajoyib taassurot navbatdagi oila vakillariga nasib etgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz uchun yurakdan tabriklayman, Hamid opa. BYD Yuvanab sizga muborak bo'lsin. Rahmat. Eshitishim bo'yicha sizni g'olib bo'lganingizni eshitib, akam Rossiyadan uchib kelibdilar. Ha, Ramzan aka. O'tgan hafta telefon qilishdi. Bunaqa bo'ldi deb. Zo'r, akajon, tabriklayman. Sal yaqinroq kelavering bemalol. Hammaga g'olib nasib qilsin hammamizga. Keyin ham qo'ng'iroq qilganlarda qanaqa sizdan nima fikrlar o'tdi, ayting? Telefon qilishdi. Mashina yutib oldik deb baqiryapti. Bo'lishi mumkin emas dedim. Instagramlaringiz kirdim. Mumkinmikan? Mumkin ekan. Keyin sizdan qanaqa o'sha paytda taassurotlar o'tdi? Chunki men qo'ng'iroq qilganimda siz ikkita savol berdingiz menga. Vietnammi? BYDmi? Vietnammi? BYDmi dedingiz? BYD dedim. Nimalar ko'nglingizdan o'tdi o'shanda? Ishondingizmi, yo'qmi? Ishondim. O'g'lim ichkarida televizor ko'rib o'tirdi. Men tashqarida o'tiribman, o'yinni kuzatayotgandik. Oxirgi daqiqalar qoldi. Bo'ldi, tugadi desam, bir payt telefon jiringladi. Keyin telefon bo'lislarda shu milliy telekanaldamiz. Mening yurtim telekanaldamiz deganingizdan keyin faqat aytgan gapim Vietnammi, BYDmi, Vietnammi, BYDmi deb gapirdimda. Hamid opa, to'g'risini ayting, bizga shaffof fikringiz kerak. Hammasi haqqoniymikan? Haqqoniy ekan. Biz ham ishonmagandik boshida umuman. Haqqoniy ekan. Hammaga o'ynashlarini, yutishlarini ilohim hammaga nasib qilsin. Hammaga buyursin mana shunday kun. Zo'r gap bo'lishi. Nechta qopqon jo'natdingiz o'zi? O'sha haftada 6 ta jo'natilgan. Ana ko'rdingizmi? Omad kulib boqaman desa, kimdirlar kommentariyada 1000 ta jo'natdim, 100 ta jo'natdim deysizlar. Bitta jo'natsanglar ham omad kulib boqsa bo'ldi. Avtomobil sizniki bo'lishi mumkin. Ana endi bizni tomosha qilayotgan barcha yurtdoshlarimizga Pepsi O'zbekiston sahifasiga obuna bo'lishlarini tilaymiz, chunki bu aksiyamiz yakunlanmasidan bizda yangisi boshlanadi. Undan-da yangisi, undan-da zo'rlar hammani kutadi va siz butun O'zbekistonga shaffof bo'lgan fikringizni yo'llang opajon. Butun O'zbekiston xalqiga o'ynashlarini va yutishlarini tilab qolaman. Ishoninglar, ishonarli o'yin. Mana men xo'jayinimni chaqirib BYD mashina bilan ketyapmiz. Qarang, sizga jamazza bo'pti-da. Bitta Pepsi sizga ham mashina berdi, ham xo'jayiningizni qaytarib olib kelibdi Rossiyadan. Tabriklayman. Bolalaringizga bosh bo'linglar. Endi avtomobil pulini ishlab topish uchun Rossiyaga borish kerak emas. Pepsini o'ynasa bo'ldi, hammasi bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin. Bolalaringizga bosh bo'linglar. Yaxshi tarbiya berib, O'zbekistonni ravnaqiga, kelajagiga hissa qo'shadigan yigitlar, qizlar bo'lsin. Yana bir marta tabriklaymiz. Kattakon BYD Yuvanab kaliti topshiriladi. Hammaga nasib qilsin. Tabriklaymiz.